Do'stlar, ertaga 2025 yil 26 dekabrda RTU kanalida sevimli o'zbek seriali Marjona ning 35 qismi chiqadi va bu haqiqiy his-tuyg'ular portlashi bo'ladi. Serial o'zining samimiyligi, chuqur qahramonlari va oilaviy munosabatlar, sevgi hamda qiyinchiliklarni yengishni nozik ko'rsatishi bilan yuraklarni zabt etishda davom etmoqda. Bu qismda Marjona yangi sinovlarga duch keladi, eski sirlari yuzaga chiqa boshlaydi, yaqinlari xiyonat xavfi ostida qoladi, bosh qahramon esa hamma narsani o'zgartirishi mumkin bo'lgan qaror qabul qiladi. Taranglik ortmoqda, ko'z yoshlari va tabassum kafolatlangan, aktyorlik o'yini eng yuqori darajada, ayniqsa markaziy rollar har bir hisni real hayotdek yashaydi. Marjona bu oddiy serial emas, bu bizning tuyg'ularimiz ko'zgusi, unda har kim o'ziga tegishli narsani topadi. O'tkazib yubormang, bu qismdan keyin do'stlar bilan tong otguncha muhokama qilgim keladi.